Assalamu alaikum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Soyiba. Bugun sizlarga shamol chaqpaligi yasash haqida hikoya degan mazmunni o'qib beraman. Shamol chaqpaligi yasash haqida hikoya. Burundan buningdan 200 yil burun Angliyada Newton degan ulug' olim o'tgan. Newton, Newton dehqon oilasida dunyoga kelgan. U boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larida qo'l hunar ishi qilishga intayin amroq edi. Mo'misi bergan parcha purat pullarni yig'ib, g'ara mix bolg'a, tushga qatorliq narsalarni setib oladi. U har kuni qo'l hunar ishi bilan aldirash bo'lg'achqa, o'rganish natijasimi ancha yaxshi emas edi. Bir kuni Newton maktabdan uyga qaytib kelib, Keytning yoniga bir shamol turmakini qurishtirayotganligini ko'rdi. U to'xtab, uningga sinchilab qarab qolib, uyiga qaytishni unutib qolgandek tos qoldi. Keyin har kuni maktabdan qaytganda u shu yerga berib, birpas qarab turdi. Shamol o'tmini tutdi. Newton mo'misiga yordamlashib bir xalta bug'doyni yutib, un tartishga bordi. Shamol chaqpalaklarning yerning tugman teshini qandoq aylantirayotganligini oppoq unning tugman teshining atrofidan chechilib chiqayotganligini ko'rdi. Newton mo'misiga Mo'ma, mo'ma, qaytgandan keyin menmu birni yasayman, deydi. Newton har kuni maktabdan kelgandan keyin uyga kelib, bir narsalarni tong qilib, mixlab qandaqdir bir narsani yasash bilan aldirash bo'ldi. Bir qancha kun o'tgandan keyin bir kichik shamol chaqpalaki butun chiqadi. Yalpiguch bilan yalpisa chaqpalak bir qilib cho'g'laydi. Mo'misi uningga sening bu shamol tugmaniga un tortqili bo'lamdi deb so'raganda Newton go'daklarcha bo'ludi deb javob berib, mo'misini kuldirib. Ikkinchi kuni Newton bu kichik shamol chaqpaligini maktabga ilib berib, partasining ustiga qo'yib qo'ydi. Saboqdoshlarining hammasi cho'ridishib qo'ydi. Newton manmulik bilan shamol chaqpaligini aylantirganda cho'kchilarning hammasi bir og'izdan maqtashadi. Dal shu chog'da saboqdoshi Kat uning ovoz bilan Newton, shamol chaqpalagining nima uchun aylanadi? Sen buning qoidasini so'zlab bera olamsan? Deb so'raydi. Qoida? Newton azaldan buni o'ylabmi boqmagan.
Kol işi kılışta kaidesi biliş gerek bikine. Kaç Newton'a karapla tutuvalıdı. O külüp durup yasaşlığına biliş. Heyran kalgıdek nerse emez. Kaidesini sözlep berelmezlik. Hakikaten kölgelikte diyesini belenla savaşdaşlar parakda külüşüp kesildi. Kimdi birinci birinin bir ittirişi haman o küçük şamal çakpelekni yerge düşürüp sonup gitti. Newton'un yüzü hüpederce kızarıp gitti. U sunup ketken şamal çakpelekini terivaladı. Onun ko'ngli intayin beyaram bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ko'zidan bir tomchimi yosh iqitmaydi. Shuningdan boshlab Nyuton o'rganishga bel bog'laydi. Har qanday mahallaga duch kelsa, u nima uchun degan savolni qo'ydi. Shunday qilib, u bora-bora qitir-qizin o'rganish odatini yetildirdi.